Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. Allah bilan qasam mu'min bo'lolmaydi. Allah bilan qasam mu'min bo'lolmaydi. 3 qatim qasam qilib turib mu'min bo'lolmaydi. Kim? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Va shundaqla bugun kunimizda nurg'unlagan yoshlar tushkunlik, o'ziga ishonmaslik va shunga o'xshagan mushundaq ruhiy kasalliklarga mubtalo. Buning hammasining sababi nima desa, buning yilti sababi dunyoda qanday ish bo'lsin, uning keyinda dunyoviy bir kuch bor. Uning keyinda Isroiliya bor. Uning keyinda Amerika bor deb dunyoda mayli qanday ish bo'lsin, uning hammasini faqat va faqat ana shunday qushlardan ko'radigan bir ish bor. Ma shaklda kelsak, Allah'ın rahmeti ve fezli bilen her haftalık o'xshash Allah'ınki bir güzel ismini öğreniş orqali Allah'a bo'lgan tushunchimizni texmi cho'nqurlashtiramiz ki, o sabablik Allah'ni texmi yaxshi tunuymiz. Allah'ni texmi yaxshi tunugan vaqtimizda Allah'ның buyruqlarini to'g'ri tushunamiz. Allah'ni yaxshi ko'ramiz. Allah'ның buyruqlari bizga ig'ir kelmaydi. Her haftada ta'kidlab kelyapmiz. Allah'ның güzel ismini o'qishimizdagi maqsad nima? Allah'ni texmi cho'nqur tunish. Çünkü mahiyatda etrafımızda olsun, üzümüzde olsun nurgun işler yüz beradi. Bu işlarni eğer biz Allah'ni texmi yaxshi tushunmasak, to'g'ri tushunmaymiz. Xuddi bugun kunimizda ba'zi bir yoshlar, kichiklar ota-onasining qilgan ishlarini tushunmaydi. Ota-onasining uning kuyunib qilgan ishini xuddi uningga bir yomonlik qilgandek tushunib qoladi. Ammo bir oz yug'unab, aqli yug'ungandan keyin, "Ha, ota-onam menga kuyunibdi ekan" deydi. Ya'ni kichik vaqtida aqli kichik bo'lganligi uchun dadasining uning kuyunib qilgan ishlarini to'g'ri tushunmaydi. Endi ma dadabal o'tirishdiki 10-20 yillik aqlning o'tirisidagi farq mushunchalik. Unda bo'lgan yerda cheksiz ilmga, cheksiz qudratga ega bo'lgan bir Allohning qilgan ishlarini bizdek insonlarning ko'p hollarda tushunolmasligi. Nima uchun Alloh taolo bunday qiladi? Nima uchun Alloh taolo bu musibatni bizga beradi? Nima uchun Alloh taolo u zolimlarni hilok qilib olmaydi deganga o'xshagan Allohning qilgan ishlarini tushunolmasligimiz tabiiy. Ammo biz bu tushunolmasligimizni Allohni texmi yaxshi tunish orqali muhofazat qilmagan vaqtimizda, kontrol qilmagan vaqtimizda oxirida apirib nega apirib tashlaydi bilamizlar? Sizlardek yoshlarni dinsizlikqa apirib tashlaydi. Çünkü Allah bo'lsa bunchalik zulmga yo'l qo'ymas. Çünkü Allah bo'lsa nima uchun ba'zi kishilar meyib tug'ilib qoladi? Çünkü Allah bo'lsa nima uchun Alloh taolo bu yomonliklarni to'smaydi deganga o'xshagan bu savollar sizlardan so'ralab. Sizlar Allohni tunimagan vaqtinglarda, Allohning qilgan u ishlarining hikmatini tushunolmaysizlarda, eng oxirida yo'q, ma hayotda bir intizom yo'q ekan. Buni bir boshqaruvchisi yo'q ekan. Kuchlik ojizni buzaq qiladi ekan. Bu hayotda kim kuchli bo'lsa shu hisobgan bir iloh bo'lgan bo'lsa-da, buni to'satdi deb mana shunday oddiy tushunch bilan Allohni tushunmaslik bilan Allah'ını tanımaslık bilen imanımızdan ayrılıp kaldığan, yaşlar imanını oğurga beradigan ahval kelip çıkıdı. Şunun için Allah'ını tanışının faydası her tarafta var. Yani imanımızı saqlashda, şundaqla Allah'ның buyruğunu icra qilishda ve şundaqla mahiyatdagi g'oyamizni bilishda ve şundaqla tushkunlikka mubtalo bo'lmay, mening mahiyatim nima ishim bor, men nima uchun keldim deganga o'xshagan savollarga bug'olmay, nishonliq, ruhliq, umid var yashashimizga foydasi var. Çünkü biz Allah'ını tunugan vaqtimizda o'zimizning kim ekanligini bila olamiz. Mahiyatga nima uchun kelganligimizni bila olamiz. Beshimiz kelgan musibatlarni o'qiy olamiz. Atrofimizda bo'lgan hodisalarni o'qib, uni to'g'ri tushunishga tirisha olamiz. Ya'ni uni to'g'ri tushunmasakmi, Allohning buningda bir hikmati bor. Chunki biz ishongan Alloh shundoq bir Allohki, u hakimdir, u hikmat bilan ish qiluvchidir. Koinotga qarab boqadigan bo'lsak, Allohning hikmati bilan, ya'ni biz qaramoqqa to'g'ri tushunmaydigan, ammo uning tagida nurg'unlagan hikmat bo'lgan ishlar bor ekan koinotda. Demak, bu ish biz güneşte bir şapkasızlıkdek bir yaman işlek kürensimu bunun tekide bir hikmet bor deb bu tushunchaga kelalaymiz, imonimizni qo'g'dayalaymiz. Allohning buyruqlari bizga ig'ir kelmaydi. Alloh buyurgan ishlarning keyini biz tushunolmasakmi, aqlimiz uning keyiniga yetmasimi, Allohning qilgan ishlarga tavakkullan yuzlanaymiz, to'g'ri tushunalaymiz. Shuning uchun biz Allohni tushunishga, Allohni tunishga tirishimiz. Biz Allohni haqiqiy ravishda tunishsak, tuniyolganimiz uchun tunishsak, bizdagi nurg'unlagan masalalar hal bo'ladi. Bu yoshlarda ko'p so'raladi. Biz falon ishning haromligini bilamiz, lekin o'zimizni tatanmaymiz. Falon ishning savob ekanligini bilamiz, lekin u ish qarta o'zimizda bir kuch yo'q, energiya yo'q. Nima uchun deydi? Va shundaqla bugun kunimizda nurg'unlagan yoshlar tushkunlik, o'ziga ishonmaslik va shunga o'xshagan mushundaq ruhiy kasalliklarga mubtalo. Buning hammasining sababi nima desa, buning yilti sababi Allohni tunimaganlik. Allohni tunimagandan keyin o'zini tunayolmaydi. O'zining kim ekanligini, nima uchun kelganligini buni tunayolmaydi. Dunyoda nima o'z yapısalligini bilolmaydi. Dunyoda yuz bergan ishlarni tushunolmaydi yoki xato tushunadi. Oxirida xato tushunchidan xato natija kelib chiqadi-da, bu yerda boy degandek imoniy jihatda ojizlik,
axloqsizlik, ruhiy tushkunlik nurg'unlagan masalalar kelib chiqadi. Amaliyotda bu islom, Allohni tunish, bu bizning oxiratimiz uchun lam foyda emas aslida bu. Bizning mohiyatda insondek yashashimiz uchun islom zarur. Bizning mohiyatda tushkunlashmay, g'oyalik, ruhliq, umidvor yashashimiz uchunmi Allohni tunish intayin zarur. Mohiyatga qarab bakadigan bo'lsanglar, hammamiz degidek moddiy hayotga qiziqamiz. Moddiy hayot qo'lishadigan, moddiy hayotda beslashadigan bo'lib ketdik. Hammamiz bo'libmi yoshlar masalan hozir. Ana shu to'rlarda biz havas qilgan mashhurlardek bir mashhur bo'lsak, xushal bo'ldigandek, baxtlik bo'ldigandek, butun g'amimiz tugaydigandek o'ylaymiz va shundaqla o'ylaysizlar. Va shundaqla yoshlar orzu qilgan shu telefonlarni olsanglar, orzu qilgan mashinanglarni olsanglar, orzu qilgan uyanglarni olsanglar, baxtlik bo'lamiz deb o'ylaysizlar. Unga yetishni ilgari shundaq o'ylaysizlar. Amaliyotda shu narsaga yetgan insonlarning ahvoli qanday? Bu moddiy narsalar ularning ma'naviy ocharchilikni to'ldira oldimi? Biz Yevropa dunyosi, G'arb dunyosi qaydigan bo'lsak, dunyo bo'yicha ana shundaq farovonlik turib, ana shundaq boy turib, ammo ruhiy tushkunlikning eng ko'p ana shu yerda yuz beradiganligi va shundaqla dunyo bo'yicha o'zini o'ltirish nisbati Yevropa ellarida, G'arb dunyosida eng ko'p ekanligini ko'ra olamiz. Garchi faqir bo'lsa-mu, urush ichida bo'lsa-mu, ana shundaq islom ellarida o'zini o'ltirishninki ruhiy tushkunlik, ya'ni depressiyonning nisbatining tuban ekanligini ko'ra olamiz. Nima uchun? Bu yerda Allohni tunish bilan ularning qalbidagi ma'naviy ocharchilik to'ldirilgan. Demak, aslida iymon, islom, Allohni tunish deganlik bizning mohiyatdagi ruhiy g'izoyimiz u. Ma jismonimiz uchun 3 vaqt tomoq yemasak biz kasal bo'lib qolganga, hayotlik kechirmaganga o'xshash, biz iyoniy quvvatni olmasak, ruhiy jihatda cho'p ketamiz. Tushkunlashib ketamiz. Bularmi ma Istanbuldek, Turkiyadek moddiy hayot eng oldingi o'ringa qo'yilgan mohiyatda biz ma'naviyatimizni kuchli tutmasak, raslam cho'p ketamiz. Chunki bu yerda baslish pek ko'p. O'zinglar qanchalik yaxshi turmushga insanglarmi, sizning ustinglarda yana bir turmushi yaxshiroq odamni ko'rgan vaqtinglarda ruhinglar yana tushadi. Isil mashina birini oldinglar xush oldinglar, do'stinglar sizlardan isil bir mashinani shunda olsa, ruhinglar tushadi. Demak, biz aslida, bulubmi biz yoshlar o'zim daxil bu ma'naviy ocharchiligimizga ko'p hollarda moddiy g'izolarni tanglaymiz. Xuddi qo'yning qusqa chiqib qolgan bo'lsa, uningga baklava bersak, balki yemasligi mumkin. Onun yemeği ayrım, toxunun yemeği ayrım, kalının yemeği ayrım, insanınki ma bedeniga yeydigan yemeği ayrım. Shuningdek, insonning ma ruhiga yeydigan g'izasi uzuqqa ayrım. İnsan hayotida ma jismoniy uchun 3 vaqt tomoq yesa, ma ruhiy uchun iymondan iborat bu uzuqni yemaydi ekan, iymondan iborat, Allohni turishdan iborat bu ma'naviy uzuq bilan uzuqlanmaydi ekan, ma hayotda ruhiy jihatdan rus yashamaydi, ruhiy jihatda tushkunlashib ketadi va shundaqla hayotdan tuyab ketadi, nayt ülagidek yashaydi. Hatta eng oxirida o'zini o'ldirib verishga o'xshash mana shunda xohishlarga kelib qilishi mumkin. Xulosa qilgan vaqtimizda bu iymon darsi bizning oxiratligimiz uchun foydali, mushu hayotda g'oyamizni yo'qotmay, ruhliq yashashimiz uchunmi intayin zarur. Alloh subhanahu va taolo hammamizningki mana shu iymon darsidan uzuq elib, iymoniy jihatda kuchli bo'lgan nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Va shundaqla mushu yerga yiroq demay har hafta kelayotgan qarindoshlarimizninki ko'zlagan nishoni bo'yicha Alloh subhanahu va taolo bu darsni manfaat olg'inisiz bo'lsin va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bu darsni oldi bilan so'zlagan uzam va anglag'uvchilar va ekran oldidagi butun qarindoshlarning manfaat olg'ili Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Biz Alloh subhanahu va taolo koinotda o'zini ko'rsatadigan nurg'un alomatlarni Kuyaqliq dedik ilgirki dersimizde. Yani Allah Teala qarasanglar, osmon yaratığılık, zemin yaratığılık, meyve yaratığılık, sütni yaratığılık. Ama bu narsalarni bevosita Alloh Teala o'zi yaratmasdan bir sababni qo'yib yaratığılık. Nima uchun bilamsizlar? Allohning qudratini ko'rsatish uchun. Agar Alloh Teala xuddi Bani Isroillarga tushirganga o'xshash osmondan olmani tushirib bergan bo'lsa, bir daraxtdan chiqolmaydi. Sutni yomg'ir yog'dirgandek yog'dirib bergan bo'lsa, Alloh yog'dirib berdi deyishimiz mumkin. Yoki tunji qatim osmondan olmayotgan vaqtda hayron qolgan bo'lsak, ikkinchi qatim boshroq hayron qolamiz, uchinchi qatim texam boshroq hayron qolamiz. Bu shunda bo'la bo'lsa, normal ish ya bu. Kunda yog'di bu olma deyishimiz mumkin. Ammo Alloh subhanahu va taolo bu narsalar nima uchun bor? Bu narsalar nereden keldi degan bu savolimizga tekrar javob berish uchun uning bunda sabablarni qo'yib, o sabablar orqali bizning bu savolimizga javoblarni qo'ygan. Nereden keldi bu narsalar? Bu olma nereden keldi desak, bir daraxtdan desak. Bu olmadagi tem bormi daraxtda? G'ajab baqili daraxtni. Olmadagi tatliq tem bormi? Balkim temsiz bir qansiz qilishi mumkin. Yo'q, bu olmadagi ilminitlar bormi? Olmadagi shakar ta'mi bormi? Olmadagi rang bormi daraxtda? Yo'q, o'tandan bir o'ga yig'ilib, yig'ilib 10 yil qolib qo'yli, bir tal olma unib chiqamdi, chiqmaydi. Sut desak, naq bizning badanimizga foydali narsalar. Nereden keldi? Bir kaladan. Yo'q, bu kala bizning badanimizga nimaning foydali qilganini bilmaydi u kala. O hozir ma universitetlarda sutni tadqiq qilib, sutninki tarkibidagi narsalarni bayqab, ya'ni boshqalar bayqamagan narsalarni bayqash orqali magistrlar, hatto ba'zi doktorlik unvoni elayotadi. Sutni tadqiq qilish orqali. Endi bu sutni tadqiq qilib, birisi doktorlik olsa, birisi magistrlik olgan bo'lsa, bu narsa nereden keldi? Kaldan keldi. Unda bo'lsa kalaga qanday unvon beramiz? Professorlik undan beramiz. Chunki sutni tadqiq qilib, sutning ichidagi manda bir modda bor ekan, insonningki badanga foydali deb bir odam uni bayqab chiqqan bo'lsa, voyma olimkan desak, u sutni paydo qilgan kalga nima deymiz? Demak, aqlimiz yo'q. Bu kala degan aqliq bir narsa bu. Bu kala bir perdikan. Ma sut
büyük bo'lgan, ma bizning bedenimizni biladigan, bedenimizga nimaning foyda qiladiganligini biladigan, qanday moddalarning ehtiyoji ekanligini biladigan bir zot avatibdi. Ma bir perdikan bu deb bizning texmi Allohning qudratini bilishimiz uchun ana shunday sabablarni qo'ygan. Va shunday Alloh taolo qanday sabab qo'yganlik? Butunlay oddiy sabab qo'yganlik, zid sabab qo'yganlik. Masalan, bir odamni ko'rsatmay turib, hasalni yuguzib qo'yib, hasal yapmagan bir odam bo'lsa, deb baqang, ma hasal nereden chiqdi deb so'rsak nima deyish mumkin? Bu bir tatliq shekar narsa ekan bu. Chuqur buni ishlab chiqaradigan bir narsa, u tatliq, odamga amroq, bizga amroq bir narsa bo'lishi mumkin. Chunki bizning bedanimizga foydali narsa ishlab chiqibdi bu deyish mumkin. Ammo hasal harsi, qishqa bo'lsak chaqadigan, zahr bo'lgan, bunday narsadan shifoliq, dal aksida, demak, endi aqli bor inson, yo'q, mana Alloh bizga avatdi. Ma biz qishqa bo'lsak bizni chaqadigan narsa bizga qandaymi kuyansin? Uni bizga kuyinadigan, Rahmon bo'lgan, Rahim bo'lgan, ma bandisiga amroq bo'lgan bir Alloh avatdi deb aql egalari uni ko'ralaydi. Va shundaq aql egalari uni ko'rvasin deb Alloh subhanahu va taolo mana shundaq sabablarni qo'ygan. Va shundaqla oyat va hadislarda nurg'un ismlarni bildirish orqali ana shu ismlarningki aks ettiradiganligini xabar bergan. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda afalam yanzuru ilas sama, ular osmon qarab boqmamdi, zamin qarab boqmamdi, o'ziga qarab boqmamdi deb nurg'un qatim deydi. Va shundaqla Alloh taolo Qur'oni Karimda tunji qatim qaysi oyatni tushirgan? Iqro, o'qi deb tushirgan. Bu oyatni kimga tushirgan? O'qishni biladigan, yozishni biladigan payg'ambarimizgami? Yo, o'qishni bilmaydigan payg'ambarimizga tushirgan. Unda Rasululloh nima o'qiydi? Aqling bilan o'qi. Aqlingni ishla. Koinotga qara. Savodli bo'l, savodsiz bo'l. Aqling bilan o'qib, shundalim har bir qargan narsani o'qisang, uningdan bir yaratqichni ko'ralaysan. Sen kuyinadigan bir Robbni ko'ralaysan. Sen shafqatlik bo'ladigan bir Robbni ko'ralaysan. Deganda ko'ralaymiz. Masalan, o'ylab boqaylik. Bu yerda hozir hammamizning bir narsaga ehtiyoji qolib qolsa, va hammamizning pulga ehtiyoji bor deylar hozir. Birisi kelib, ishning oldida turib, qiyinchiliklarni hal qilib olinglar desa, 100 dollardan taqib, biz nima deymiz? Madem sex ekan deymiz. Boshqa bizni kuyindi ekan deymiz. Va yoki birisi, men sizni davolay deb bizni davolab qo'ysa, biz uni nima deymiz? Shafqatlikan deymiz. Va yoki birisi kelib, sizning bedaningiz hozir bunda ilmini kamlab ketibdi. Ma narsani yang deb bizga bir narsani bersa, ma'vo rasmiy bizni kuyindi ekan, bizga amroq ekan deymiz. Endi qarab boqadigan bo'lsak, Alloh taolo rasmiy bizga amroq, rasmiy bizga kuyindi. Hozir masalan deylik, o'sha yerda tok o'chab ketdi hozir. Qorong'uda qoldinglar. Ko'chalarda tok o'chab ketdi. Nega men ishni bilanmadinglar? Men derazani chiqariblam, telefonimni chirig'ini yondirib, sizlarning yo'lni yurtib berdim. Desa, "Oy, rahmat" deysizlar. Hanim bo'lsa yo'lni yurtib berlar deysizlar. Bu bir nimaning alomati? Kuyinishning alomati bu. Shafqatning alomati bu. Allohning har kuni bizga quyoshni chiqarib berganligining o'zi asli. Ma insonlar ma hayotda hayotlikni yashasin deb, bu Allohning bizga bir kuyinganligining alomati bu. Dal shunga o'xshagan Alloh taolo o'zining ismlarini koinotda har yoqqa ko'ralaydigan shundaq belgilarni qo'ygan. Bizning bugun o'qiydigan Allohning ismini na qolsak ko'ralaymiz. Biz onamizning qursog'iga turalgandan tortib ta o'lib ketib bo'g'ichi bo'lgan orliq olsun. Ma hayotning hammasida qo'rqinch, xatar qo'rshab turadi. Yo'lda mansak, biz tuzmansak bir skilib mashina suv qo'yitishi mumkin. Uyda hamma ishni joyida qilib tursakmi, bir yerdan bir xatolik chiqib, va yoki bir yerdan bir tok mas'ulab degandek uyga o'tib ketishi mumkin. Bizning irodamizda bo'lmagan ma hayotni nurg'unlagan xatarlar qo'rshab turadi. Ya tarvash deymiz, kasal yuqumliqi deymiz. Mush xatarlarning qaysi birisininki biz oldin ilig'liq, biz munda ish qilig'liq hozir shu ya tarmayotidi deb kim deyalaydi? Biz munda ish qilig'liq hozir shu kasal tegmaydi deb deyalaymiz. Uzuqliq shunda diqqat qilsakmi, choponni qilin kiysakmi, ba'zida bizga kasal tegadi. Ba'zida ana shunda bizningki kuch qudratimizda bo'lmagan hodisalar yuz beradi. Ammo hayotimiz qarab boqadigan bo'lsak, dunyo qarab boqadigan bo'lsak, biz onamizning qursog'idan tortib asosli hamma hayotimizdagidak bir xotirjamlik ishi yashaymiz. Ammo Alloh taolo bizning tuzkor bo'lib qolmasligimiz uchun, Alloh taolo o'ziningki bizni naqadar xotirjam yashatganligini bildirish uchun ba'zida bizga xotirjam hayotni beradi. Ba'zida yana tarvitib qo'yadi. Ey insonlar, siz necha yer tarvimay yashasa, ma asli yer tarvimaydigan ish o'xshaydi deb o'ylab qolmanglar. Ma yer shari, ma osmonda menda leylab turadi bu. Innalloha yumsiku samawati val ard. Alloh osmon zamin tutib turadi. Buni Alloh shundalam qo'yversa, uni hech kim tutolmaydi. Va shunga o'xshagan nurg'unlagan ofatlar bor. Nurg'unlagan hodisalar bor. Biz uni oldini olishni hech ish qilmaylik. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zininki al-mu'min deydigan bir sifati bor. Amin qilg'uvchi, xotirjam qilg'uvchi deydigan bir sifati bor. Mush sifat bilan bizni xotirjam qiladi. Bizni nurg'unlagan xatarlardan saqlaydi. Hatto sabab nuqtasidan bizning ketib qolgan vaqtidami, to'rlarda ko'raglik sizlar nurg'unlagan videolar bor. Bizning ketib qolgan vaqtidami ana shundoq bir ishlar bilan bizni u xatardan saqlab qoladi. Voy alhamdulillah deymiz. Ma dunyo xatarga to'liqliq. Qo'rqinchga to'liqliq. Biz mashina haydasak yoki motosiklet haydasak, biz qoidaga rus amal qilib mansaqmi, biskilib suq o'tishi mumkin. Kimning qo'lida bor? Hech kimning qo'lida yo'q. Ammo nurg'unlagan ishlarda Alloh taolo bizni saqlaydi. Nima uchun? Alloh taolo al-mu'min. Bu ism orqali deydi-ki, men bandalarimni xotirjam qilg'uvchi, amin qilg'uvchi, har xil hodisalardan amin qilg'uvchi, har xil xatarlardan amin qilg'uvchi deb bu ismidan xabar berish orqali bizning qalbimizga xotirjamlik ato qiladi. Biz odatda kichik bolalarimiz bir yerda qolsa ansiraymiz. Bolam nima bo'lgandi? Yoki bolalarni kichikroq maktabga berganlar, bolasini ansiraydi.
ensiraydi. Balam yaslaydı qanda turayotqanda. Va yoki bolalar vatanda qolganda bolalarni ensiraydi. Buni tabiiy. Ammo buni qarasak biz ensiraymiz, ammo bizning qo'limizda bo'lmagan ishlar bakchiq. Agar biz ensirashga tegishli bo'lib qolaman bo'lsa, bizning qo'limizda bo'lmagan ishlar bakchiq. Masalan deylik, biz tunjulab onamizning rahmiga turalgan vaqtimizda bizning onamizning rahmida bizning hayotlik kechirishimiz uchun 100 minglarcha sabab lozim. Bizning u yerda sog'lom oziqlanishimiz lozim. Bosh suvi normal bo'lishi lozim. Va shunga o'xshagan tibbiy sohada nurg'ulg'an sabab lozim. U vaqtda bizning xotirjam u yerda bir sog'lom turishimiz kimning qo'lidan keladi? Faqat ana ozroq sabablarni qila oladi. Masalan deylik, shu ona rahmi vaqtida bosh suyining ichida biz yashaymiz, onamizning rahmida. Tunji qatim turalgan vaqtimizda. Shu yerni ichimiz, shu yerga tarat qilamiz, shu bosh suyini ichida mushundoq hayot davom qiladi. Bosh suyi ba'zi vaqtda ozlab ketadi. Bosh suyi ozlab ketsa, ona rahmida ko'p vaqt nafaslanmaydi. Qiynaladi, hayoti xavfga uchraydi. Ammo onaning qo'lidan kelmaydi bosh suyini ozjiq qilish. Bu kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Alloh uni muvofiq shaklda tangishab turadi. Bizning bexutlashmasligimiz uchun ba'zi kishilarni Alloh subhanahu va taolo imtihon qilib biz ko'rsatib qo'ydi. Falonning bolasi ichida o'lab qolibdi deb anglaymiz. Nima uchun desa, har xil sabablar bor. Shu sabablarning qatoridan, "Voy, bosh suyi oz qolibdi ekan, bola tinolmabdi." va yoki uzuqlanmabdi deganga o'xshagan sabablarni anglaymiz. Doktorning qashig'i bo'lsa, bu bizning qo'limizdagi ish emas, normal tomoqni obda yeydi. Demak, uning bevosita mudofaa qila olmaydi. Ana shunday andisha qilgan vaqtimizda kim bizni shu xatolardan qutuldirib, sog'-salomat hayotga kelgan? Alloh. Allah deydigan bizning bir ilohimiz borki, u biz ana shunday onamizning rahmiga turalgandan tortib, bizni nurg'ulg'an xatolardan qutuldirib, bizni ma dunyoga kelgan. Shuning uchun biz mayli bolamizni ensirayli vatanda qolgan bo'lsin. Mayli bir yakatga vaqtda bolalarimizni ensirash olsin, bu ensirashimiz tabiiy. Lekin qalbimizning tagida va shundaqlar rasmiy iymon bilan u bolamni xaym xatardan saqlaydigini, har xil ofatlardan saqlaydigini Alloh. Ey Alloh, men onamning rahmidagi vaqtida meni nurg'ulg'an xaym xatardan saqlagan. Hali ham men bilgan va yoki bilmagan nurg'ulg'an xatarlardan saqlayotsa, mening kuchim yetmaydi. Mening shu vatanda qolgan bolamni sana topshirdim. Men qo'limdan kelgan ishni qildim. Mening shu yerga avatgan, ma'lum yerga avatgan bolamni sana topshirdim deb qalbimizni faqat va faqat Alloh bilan bog'lashimiz kerak. Chunki biz yuqorida deganimizdek, bizning qildigan sabablarimiz nihoyat oddiy. Atrofni qurshab turadigan xatarlar nihoyat ko'p. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on karimda alohida ta'kidlab, "Falyabudu robb hazal bayt allazi at'amahum min ju'in va amanahum min xawf." Ma Ka'baninki Robbiga ibodat qilinglar. Yani Allah'a ibadet kılınlar. Bu Allah kanda Allah bilersizler. Ellezî et'amehum min cu'. O Allah insanlarını açlıktan toyguzgan. Bütün canlıklarını açlıktan toyguzgan. Ma hayatta qarap bakadigan bolsak, milyondan artık canlık var. Bu milyondan artık canlıkның yemeklikке okşamaydı. Koyunun yeydiğini bilek, toxunun yeydiğini bilek, kılının yeydiğini bilek, insanın yeydiğini bilek. Hemmesini açlıktan toyguzgan iken Allah. Tuncu qatim bizim ma hayat kelgan vaqtimizda mı? Bizning qusqumuzni toyguzash ota-onamizning qo'lidan kelmaydi. Shunda to'lg'oq deydigan bir sababni qo'ydi Alloh taolo. Biz hayotga kirişimiz bilan sütdən ibaret bir tamaqımız tayyorlab turadi. Sütni ümimiz bedenimizga kuch-quvvat va mag'dur beradi. Demak, allazi at'amahum min ju', ochliqni to'yg'izgani u Alloh va amanahum min xawf. Qo'rqinishdan amin qilgani, har xil xaym xatarlardan, bizning qo'limizda bo'lmagan, kuch-qudratimizning sirdagi bütün xaym xatarlardan bizni amin qilgan, xotirjam qilgan Allohga ibodat qilinglar deb Allohni bu oyatda bizga tushuntiryapti. Ya'ni biz ishongan Alloh, biz bilgan, biz ko'rgan, biz ko'rmagan, biz sababini qilgan, ba'zi vaqtda biz sababini qilib bulamısaqmı, her xil xeyim xatarlardan saqlab qolgan Alloh. Allah subhanahu va taolo ma hayotda bizni biz yuqorida o'tgandek nurg'ulg'an xeyim xatarlardan saqlab qolmay, bütün buyurgan ishlardimi bizning xotirjamligimiz, bizning aminligimizni ko'zlagan zot. Masalan deylik, namoz desak, bu 5 vaqt Alloh bilan bir uchrashish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda bir odam namoz o'qigan vaqtida o Robbi bilan munojat qilishgan bo'ladi, Alloh bilan paranglashgan bo'ladi. Falyanzur kayfa yunaji robbah. O Robbi bilan qandoq munojat qilishganligi qarasin deydi. O'ylab bakın, bütün kainatın yaratıcısı bilan biz kunde 5 qatim namoz o'qish orqali munojat qilamiz. Agar biz mushriq bilan namoz o'qiy olsak, ruhiy jihatda bir musulmondan kuchli bir inson bo'lmaydi. Alloh bilan bütün kainatning o'zini men kuchlayotgan zolimlarninki va shundaqla bütün kainatning yaratıcısı bo'lgan Alloh bilan kunde 5 qatim biz paranglashimiz biz. Mo'min asli mana shundaq bir imtiyozli inson. Demak, bu nuqtadan qarab vaqtimizda namoz bizning o ruhiy uzuqimiz o. Chunki biz shunda Allohu akbar degan vaqtimizda degan gap, Allohu akbar degan gap, Alloh eng buyuk degan gap. Alloh taolo ma beshimizga kelgan musibatlardan, biz qanday qilamiz degan bu g'amlardan buyuk Alloh taolo. Alloh taolo men cho'ng deb dunyoda haqorat qilayotgan, zulm qilayotgan o zolimlardan cho'ng Alloh taolo. Bizning oldimizga ushgan bütün qiyinchiliklardan Alloh cho'ng deb namozimizga shunda kirgan bo'lamiz.
Şuna biz Allahu Ekber degan vaqtimizda qalbimizni chirmib olgan, dunyodagi mansab bo'lsin, boylik bo'lsin, u cho'ngliklar bor, u butlar bor, hammasi yuvib tozalanishi kerak. Allohu Ekber. Alloh cho'ng. U cho'ng emas, Alloh cho'ng. Anligimiz alhamdulillahi robbil alamin. Bütün mediyalar Alloh xos degan vaqtimizda Alloh taolo nima deydi? Bendam meni mediyal deb atrofidagi farishtalarga deydi. Ya'ni har bir oyatni o'qigan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo atrofidagi farishtalarga uning qarta bir javob qaytaradi. Demak, namoz mana shundoq bizning Robbimizdan ilib borgan bir munojat bu. Unda bo'lgan ekan, u bizning ruhiy ozuqimiz o. Allohning bizga namozni buyurganligi, u Allohga hech qanday foyda kelmaydi. Bütün yer shardagi insonlar Allohga kofir bo'lsin, bütün yer sharda Allohga sajda qilmasin, Allohga kecha kunduz sajda qilib turadigan, Allohning deganining sirtiga chiqmaydigan farishtalardan iborat nurg'un Allohning mahluqotlari, bandalari bor. Ammo namoz bizning mohiyatda, bizning bu ruhiy ozuqimiz, bizning foydamiz uchun, bizning Alloh taolo bilan uchrashib, o'zimizningki ma'naviyatni kuchlantirish uchun biz uchun qo'yilgan bir ibodat. Ya'ni bizning xotirjamligimiz uchun, ruhiy xotirjamligimiz uchun qo'yilgan bir ibodat. Shunga namozdan mahrum inson bu tengil qash ishida bo'ladi. Namozdan mahrum insonningki ruhiyati, ma'naviyati nihoyat ojizlashib ketadi, tushkunlikka mubtalo bo'ladi. Shuning uchun musulmonlar aslida haqiqiy iymonimizni kuchli tuta olsak, haqiqiy shaklda Alloh taolo degan bo'yicha ibodatlarni ijro qila olsak, biz ruhiy kasalga mubtalo bo'lmaymiz va yoki mubtalo bo'lsakmi, tezli saqaymiz va yoki nihoyat oz uchraymiz. Chunki biz ma'naviy jihatda u ozuqni bevosita Alloh Robb taolodan olamiz. Shunga Allohning buyurgan ishlarimi, mayli namoz bo'lsin, hammasi bizning amilligimiz uchun. Masalan, zakot desak, Allohga bermaymiz pulni. Alloh buyurgan yerga beramiz. Ammo shu zakotni bizning bexatarligimiz, amilligimiz uchun. Qanda zakot bergandan keyin bir jamiyatda inoqlik paydo bo'ladi. Bir boy atrofidagi kambag'allarga zakot bersa, u kambag'allar u boyning keyinin gap qilmaydi, inoqlik bo'ladi, fitna qilmaydi, hasad qilmaydi. Bu yerda bir qarindoshlik bo'ladi, inoq jamiyat shakllanadi. Ya'ni xotirjam bir jamiyat shakllanadi. Demak, zakotmi bizning amilligimiz uchun. Alloh taolo cheklagan ishlar shunda. Aroqdan chekildi. Nima uchun? Nurg'ulg'an jangi jidal. Oilning buzilishini oldini olish uchun chekildi Alloh subhanahu va taolo. Undan boshqa jazondan chekildi. Nima uchun? Ma hayotda baylarning baylab mingaverib, kambag'allarning kambag'al pati qilib emaslik uchun, baylarning shumirib elib mingavermaslik uchun jazondan chekildi. Alloh taolo jazondan chekilsa, jazoni yegandan keyin qanday bo'ldi? Qarab qolgan bo'lsa, hozir biz yashayotgan davlatda bo'lsa, undan boshqa butun shu jazoni kengaygan davlatlar qarab qolgan bo'lsa, baylar bayib mingaverdi, kambag'allar kambag'al qilaverdi. Ya'ni kambag'allarning qilini shurab, mana shunda ichidigan gap. Demak, Alloh subhanahu va taoloninki va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning buyurgan ishlari bo'lsin, cheklagan ishlari bo'lsin, hammasida Allohning al-mu'min, bandalarni xotirjam qilg'uchi, amin qilg'uchi degan bu ismi aks etadi. Mayli u cho'ng ish bo'lsin, jihatga o'xshash. Asli jihat nima uchun? Bizningki davlatimizni qo'g'dash uchun asli. Biz jihatni tark etganligimiz, davlatimizni mahrum qildik. Jihatni tashlaganligimiz uchun musofirlab qoldik, multajilab qoldik. Ammo 5 yildan tortib asli tashlamagan bo'lsak, xuddi Afg'onistonga o'xshash, mayli 10-15 yil keyin qolsaqmi, o'zimizning davlatda yashagan bo'lsak, Suriyaga o'xshash, balkim o'zimizning davlatni erishimiz mumkin. Demak, shu biz yomon ko'rgan, ig'ir ko'rgan ishlarni asli bizning manfaatimiz uchundir. Shunga shu kichigicha payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamninki uxlagan vaqtingizda o'ng tarafingni besib ketinglar degan gapni qarasaqmi, bu biz uchun, bizning salomatligimiz uchun, bizning xotirjamligimiz uchun. Nimishqa tibbiy saati aniqlanganki, bir odam o'ng tarafini besib ketgan vaqtda uning oshqozoni isilgan holatda emas, mana chaplashgan holatda bo'ldi ekan. Bunda bo'lgan ekan, uningga qon aylanishi bo'lsin, hazm bo'lsin, hammasi yaxshi bo'ldi ekan. Ammo aks etgan vaqtda yurakmi besimga uchraydi ekan. Sol tarafni besib ketgan vaqtda. Ondan keyin oshqozonida isilgan holat turib qoldi ekan, bu yerda hazmmi qalaymi qilishdi ekan, bir odamning salomatligi ta'sir qiladi ekan. Demak, Allohning payg'ambari buyurgan ishlar cho'ngidan tortib kichik hammasi bizning amilligimiz uchun, bizning xotirjamligimiz uchun, bizning huzurimiz uchun. Mana bu ishlarning hammasida Allohning al-mu'min, xotirjam qilguvchi degan ismlarini ko'ra olamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda vallohu allazi la ilaha illa hu, u Alloh yakki bo'lgan, uningdan hech bir boshqa iloh bo'lmagan bir Alloh. Al-Malik Quddus, u Alloh mutlaq podshoh. Al-Quddus, Quddus degan nima edi? Pok bo'lgan Alloh. Bizning yomon gumonlarimizdan pok bo'lgan Alloh. Poklikni yaxshi ko'radigan Alloh. Mushriklarning degan gaplaridan pok bo'lgan Alloh. Nasaralarning degan gaplaridan pok bo'lgan Alloh. Assalam, xotirjamlikning manbasi bo'lgan Alloh. Al-Mu'min, xotirjam qilguvchi Alloh, amin qilguvchi Alloh. Buyurgan ishlari bo'lsin, cheklagan ishlari bo'lsin va shundaqla mohiyatni qo'rshab turadigan nurg'ulg'an xatarlar va ana shu xatarlardan o'zining bandalarini, insonlarni saqlab turguvchi Alloh. Ya'ni tutib turish orqali, zaminni tutib turish orqali bizga xotirjamlik, aminlik berguvchi Alloh degan bo'ladi. Al-Muhaymin, bugun degan ikkinchi ism bo'lsa Al-Muhaymin. Alloh subhanahu va taoloninki Al-Muhaymin ismi. Al-Muhaymin degan nima degan gap? Al-Muhaymin egiluvchi, qoplaguvchi Alloh degan gap. Alloh subhanahu va taolo butun narsalarning hammani egiluvchi, butun ishlarningki tizgini Allohning qo'lida bo'lgan zot degan gap. Hayotda bu yaqinqi zamonlarda nurg'ulg'an tahlilchilik ko'payib ketgan. Qanday desa, dunyoda qanday ish bo'lsin, uning keyinda dunyoviy bir kuch bor. Uning keyinda Isroiliya bor. Uning keyinda Amerika
mulki var deb dunyoda meyli qanda ish bo'lsin uning hammasini faqat va faqat ana shunda qushlardan ko'radigan bir ish var. Ma shaklda kessak biz Allohning al-muhaymin sifatini ashularga bergan bo'lamiz. Alloh al-muhaymin. Bütün koinotdagi ishlarning tizgini Allohning qo'lida. Har bir ish Allohning irodasi bo'yicha bo'ldi. Ammo dunyodagi o kafirlar, cho'ng kuchlar bo'lgan ishlardan foydalanadi. Ammo hamma ish ularning sizib qo'ygani bo'yicha, hamma ish ularning plani bo'yicha manda bo'lmaydi. Shunga nima ish bo'lsa, yo'q bu ishning keyinda bir ish bor deb hammani mutlaq shaklda nisbat berib o'tish Allohning bu sifatiga daxl qilganlar. Masalan, bugungi kunimizdagi Suriya masalasida nurg'un kishilar deydi, Isroilning qo'li bor, Amerikaning qo'li bor. Bu Amerika qurgan davlat hammani shunday o'ylaydi. Ushlar bular shu yuzdan o'ylab baqsaq bo'ladi. Ammo mutlaq shaklda dunyoda Amerikaning va yoki Isroilning va yoki cho'ng kuchlarning sizib qo'ygan siziqining sirtida bir ish bo'lmaydi deb qarab qalsak, Allohning al-muhaymin degan bu ismi qarshi gap qilgan bo'lamiz. Al-muhaymin Allohning sizib qo'ygan ishlar bo'ladi dunyoda. Ammo insonlar, ba'zi insonlar o'zining aqli, zakasi bilan ba'zi ishlardan foydalanish mumkin. Ammo qadarning ustida qadri bor. Alloh subhanahu va taolo bütün ishlarni kontrol qilib turuvchi. Alloh subhanahu va taolo bizning hayotligimiz uchun osmon zaminni kontrol qilib turuvchi. Alloh subhanahu va taoloniki bu al-muhaymin degan ismi al-mu'min degan ismining keng tilam keladi. Nima uchun desam, munosabati bor. Al-mu'min degan nima edi? Bizning omonligimizni, bexatarligimizni berguvchi Alloh degan gap. Al-muhaymincho bütün ishlar qulda bo'lgan zot degan gap. Bizning xotirjamligimizni qo'g'dash uchun bütün ishlar qulda bo'lishi kerak. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'nın bütün işler kulda ve şu işler kulda bo'lg'achqa bizning xotirjamligimiz ve eminligimizni bizga berguvchi Allah subhanahu wa ta'ala. Masalan, azaq tafakkur qilib baqadigan bo'lsak, Allohning al-muhaymin sifatini ma koinotdan ko'rib baqishga bir izni baqadigan bo'lsak, qaranglar. Ma koinotda nurg'un daraxtlar va o'simliklar var shunday g'o. Bu zamindan tuproqdan chiqadi. Bir o'simlik o'sib chiqish uchun unga nima kerak? Suv kerak, oksigen kerak, nurg'un moddalar kerak. Ammo tuproqda nurg'unlagan zaharli moddalar var. Onu ko'ydirib o'tadigan, quritib o'tadigan nurg'unlagan moddalar var. Bu o'simlik qanday qo'g'daydi? Al-muhaymin degan Allohning sifati mana bu yerda tajalli bo'ldi. Qanday tajalli bo'ldi desanglar, har qanday bir o'simlikningki hujayra posti bor. Hujayra posti. Bu hujayra posti bu o'simlikni qo'g'daydi. Qanday qo'g'daydi desanglar, bu o'simlik shunda tuproqni o'sgandan keyin bu hujayra posti uning atrofida turib, mush o'simlikka foydali bo'lgan moddalarni kirgizadi. Ziyonli bo'lgan moddalarni qaytarib o'tadi. Ajoyib bir ish. O'simlikka foydali bo'lganni oladi, foydasiz bo'lganni qaytarib o'tadi. Hey, ma aqlsiz hujayra posti. Uni qanday bilsin? Ma biz bilamizda o'zimizga nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanligini. Agar unda bo'lgan bo'lsak, nurg'un narsa bizga ziyon qilmasdi. Nurg'un bizga ziyon qilgan narsalarni biz yeb salmasdik. Biz u darajada o'zimizga nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanligini bilmaymiz. O'zimizga nimaning foydali, ma'nosi menga cho'qim ziyon qiladi, hozir Muhammaddan to'llab qoldi, ma'nosi foydali, Muhammaddan yuqulab qoldi deyish uchun biz nima bo'lishimiz kerak? Oziqlik shunas bo'lishimiz kerak, necha yil o'qishimiz kerak, doktor bo'lishimiz kerak. Ammo bu o'simlik posti hech qanday bir universitet o'qimag'lik, hech qanday bir unvon olmag'lik, ammo shundalam bir modda kelsa qishga bu o'simlik ziyonli bo'lsa, qayt deb qaytaradi. Foydali bo'lsa oladi. Demek bu akılsız hücre postu bunu kılamaydı. Bir de el-muhaymin deydiğen bir Allah var ki bu Allah'ın kudreti bu posta eks etti. Ondan başka biz ma hayatı qarab baqadigan bolsak, quyoshdan nur chiqadi shundag'i. Bu quyoshdan chiqqan nurlarning hammasi ma yer shardagi insonlarga, o'simliklarga foydali deb o'ylab qolmanglar. Nurg'unlagan ziyonli nurlar bor. Osmonda bir xil gaz qatlami bor. Bu gaz qatlamining vazifasi nima desanglar, quyosh nuridan tushgan nurning ichidagi foydalilikni bizga o'tkazadi, ziyonlikni qaytarib o'tadi. Gaz qatlami. Va shundaqla bu gaz qatlami shu darajada qattiqki boşluktan şunda taşdan birisi yoki bir jismdan birisi kelsa, uni hukm talqon qiladi yoki qaytarib o'tadi. Agar shu gaz qatlami bo'lmasa, agar mushtumchilik jismdan birisi ma yasharga soqlab kelsin bo'ldi, yer shari butunlay vayron bo'ladi. Sizlar xabarda ko'rishinglar mumkin. Hozir bir jism kelib o'tibdi yer shariga. Falonayning faloni kunsiz yer shariga soqildi ekan deb jiqqirilib bu xabarni. Nimishqa oxirini ko'rmadinglar ash xabarning ki, ash gaz qatlami kelgan vaqtida u bitirib qilinadi. Bizning otimizmi u gaz qatlami, bizning dadimizmi, biz bima o'tkazib qo'ydikmi, pul tuldikmi, nima uchun bizni qo'g'daydi? O gaz qatlami degan aqlsiz narsa. O yerda biz Allohning al-muhaymin. Biz her bir narsaninki tizgini qulda bo'lgan Allohning ismini ko'ra olamiz. Undan boshqa biz nefeslanayapmiz. Nimadan nefeslanamiz? Oksigen nefeslanamiz. Ma havoda, atmosferada qancha % oksigen bor? Maktabda o'qigan bolalar qaysilar bilasizlar? Ma atmosferada vallah oksigen 21%. 21% oksigen bor. 78% azot bor. Ondan boshqa gazlardan 1% bor. Atmosfer shunday shakllanadi. Agar mush oksigenning nisbati atmosferdagi 25%dan eshib ketsin bo'ldi bilamizlar. Shunda alam gazga qozonni esib, tamoqqa tegib, shunda alam chaqmoqni chaqdinglarmi? Hammani o't qoplaydi. O'rmonlikqa qapirib, sangidan biri shunda yaqdinglarmi? Bütün ormanlık ot ketadi. 25% o'lab qolsa. Agar 15%dan tushib ketsa, bu oksigendan bo'ldi bilamizlar. Ot yaqsizlar, ot ko'maydi. Demak, bu yerda sansipirlik bir o'lcham bor. Bu sansipirlik o'lcham degan tasaddibiy bo'lib qolamdi. Tasaddibiylik bo'lishi mumkin emas. Demak, bu oksigen miqdori mana shu 21 dan mancha
21 nokta falan. Bu şundaq turdu. Eğer bu 15%'den düşüp ketse ot yakanmaymiz. 25%'den eşip ketse bir qıttım sərgin yakışılan etrafımızın hemmini ot qılımız. Demek xatar mı ki asli? İntayın xatar. Ama bizni Allah Taala el-mu'min sıfatı bilen, el-muhaymin sıfatı bilen oksigenini tengşep, başka gaz maddelerini tengşep bizni xatircem qıp turdu. Ma texep Allah bizni qoğdap turgan işlerden birisi. Allah bizni mana şundaq oksigenini tengşep nurgun 100 minlat sebepni qıp tursa kafirnim deydi. Allah yok deydi. Demek kafir deydi. Cehennemge layık mıken? Bütün gep qilishidin tatip, bedeninin hücresini üleptirishidin tatip, Allah'ın rahmetisiz, Allah'ın yardımısız, sıkınıt mağanmaydigan, kürenmeydigan, hayatlık keçirenmeydigan turup Allah yok deydi. Xuddi birisinin uyi kiyip, tazı miymen bulap, goşboğlularını yep. Siz bilmediniz bu tamak ne? Dese ne deyimiz? Bu tuzkor insan mı deyimiz? Hem de şunun kattı boğan nimetler içinde durup Allah'ın yok deyiş gap. Ne kadar akılsızlık. Demek Allah Subhanahu wa Taala el-muhaymin. Ana şundaq özünün bütün işleri igi boğucu, bütün işlerini kaplıgucu süpütülen bizden hayatlığımız için atmosferdeki gaz kaplama deyimiz. Ve şunu okşuğan biz bilgen bilmegen nurgunluk aşağıda bizden hayatlığımız için hatircemlikimiz için özününki süpütü ana şundaq namayan buludu, eks etilir. Biz küçükün nimo ma Allah bergen akılını işletip onu okuş, Allah'ın el-muhaymin ismini okuş, Allah'ın el-mümin ismini okuş, Allah'ın rahman süpütünü okuş, rahim süpütünü okuş. Allah'ın ikra digini ana şu. Oku Allah'ını kö digini. Demek Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ki mana şundaq isimleri bizden etrafımızda her yerde mana şundaq eks etip turudu. Bunda boğan iken bunun bizden aldığın dersimiz ne oldu sanlar bugünkü dersten Allah Subhanahu wa Ta'ala el-mu'minken, hatircemlik menbesi iken, hatircemlik belgücü iken, bizni her xil xeyim xatalardan qoğdugucu iken, biz qoqqan, biz endiş qılgan bütün işlarda kimge tayinishimiz kerekken Allah'a tayinishimiz gerek. Ey Allah, ana şu çöldeki hayvanların rızkını bir vatsa. Ey Allah, bizni hiç qanda küç kudret ilim bolmagan vaqtimizda, anamızın rahmetidagi vaqtimizda bizni qoğdapsa, bizge pervish qipsa, bizni himoya qipsa, mening kuchim yetmaydigan aş yiroqdagi balam, atam, anam hammasi sen amanet qildim. Chunki sen qo'dug'ili qodir ey Allah. Chunki sen el-mu'min ey Allah. Sen ishlarni topshirishga eng loyiq Allah deb qalbimizni Allohga butunlay bog'lashimiz kerak. Bu hayotda tuğansı qalbimiz sababga bog'lab ketaylik. Sababni qilishimiz kerak, ammo qalbimiz bog'lanmasligimiz kerak. Qalbimiz Allohga bog'lashimiz kerak. Chunki Allah bütün xeyim xatarlardan saqlovchi Allah. İkinci aldığan ders Allohga shukr qilish. O'ylab baqadigan bo'lsak, biz biladigan, bilmaydigan holatda Allah bizni nurg'unlig'an xatarlardan saqlag'li. Hatto ba'zilari bizdan ketib qolgan ba'zi sabablar tufayli tas qolgan vaqtimi Allah taolo bizni saqlab qolag'li. Biz bilmaydigan nurg'un xatarlar bor. Hammasidan saqlag'li. Har vaqt saqlag'li. Shu zamonning o'zida bizga nurg'un xatar kelish ehtimoli bor. Bizning qo'limizda emas nurg'un ish. Ammo hammasi Allohning al-mu'min sifati bilan mana shunday xotirjam yashayapmiz. Bunun qarta biz qanday qilishimiz kerak? Allohga shukr qilishimiz kerak. Tilimizdan shukr qilishimiz kerak. Qalbimizda Allohdan rozi bo'lishimiz kerak. Amaliyatimizda Alloh rozi bo'lgan ishlarni qilish orqali, Alloh cheklagan ishlardan yiroq turish orqali harakatimiz bilan shukr qilishimiz kerak. Uchinchi oldigan darsimiz bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bizga ana shunday xotirjamlik beradi ekan. Ana shunday bizni xatarlardan qo'g'daydi ekan. Bizmi mu'minlarni, o'zaro qarindoshlarimizni qo'limizdan keladigan aziyat ulandı. Har qanday xatarlardan saqlashimiz kerak. Mu'min degan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Musulmon degan uning tilidan qo'lidan boshqalar aman qolgan kishi musulmon. Haqorat olsun, til olsun, va yoki qo'lidan urush olsun, va yoki bugungi kunimizda tor dunyosi chiqib tillash olsun. Mo'shundan boshqa musulmon saq qoldimi? Sizning tilingizni saq qoldimi? Qo'lingizni saq qoldimi? Boshqalarni tillamidingizmi? Aziyat bermedingizmi? Siz musulmon deydi payg'ambarimiz Muhammad. Va shundaqla bu al-mu'min degan ismini o'rganadigan bizningki darsimiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi: "Ala ukhbirukum bil mu'min." Mu'minning kimligidan sizlarga xabar beraymi dedi. Mu'min degan zoti kim? Sizlarga deb beraymi dedi payg'ambarimiz Muhammad. Sahabeler bela ya Resulullah, deppesi ya Resulullah. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam men eminehun nas ala amwalihim ve enfusihim. Başkala melidin, cenidin, onunun hatircem bula alsa o mümin dedi. Demek bizden birisi ma adamdan mening melimgiz yenkenmeydi. İktisadımız yenkenmeydi. Ticaretimiz yenkenmeydi. Cenimiz yenkenmeydi deb hatircem bula alsa bizden biz mümin. Eğer onda bo'lmaydi ekan, ma adam mening qilgan ticaretimni bilib qolsa, berib buzib o'tadi. Sodamni buzib o'tadi. Yo'lamni kesib o'tadi deb sizdan bir ishni yushurdimi? Darhol biz bo'lmadi bu. Men hatircemlik bermayaptimi men boshqalarga? Men haqiqiy mümin bulanmaptım deb o'zimizni tekshirishimiz kerak. Chunki mümin degan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, boshqalar uning hatircem bo'la olgan kishi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytib bersa, "Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min." Allah bilan qasam mümin bulanmaydi. Allah bilan qasam mümin bulanmaydi. 3 qatim qasam qilib turib mümin bulanmaydi dedi. Kim dedi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xo'shlisi uning hatircem bulanmagan odam. Demak, menda bir xo'shlam bor. Men hatircem, biya ketib qolib qolsam, bolalarimdan hatircem, uyamning hatircemde bizni hatircem bulansa, alhamdulillah desek bo'ladi. Agar unda emas, xo'shimizdan chiqisholmagan, biya ketib qolsa bizni ansaydigan bo'lib qolsa, darhol tavba qilishimiz kerakki, darhol iymonimizni yanglab, mu'minlik sifatiga kirib olishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 3 qatim dedi qasam
mümin emas, mümin emas, mümin emas dedi. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni o'zi rozi bo'ladigan shaklda haqiqiy müminlarning qatoridan qilsin va shundoq bo'lg'ini nasib qilsin Allah subhanahu wa ta'ala. Va shundoqla Allah subhanahu wa ta'ala bizni biz biladigan, bilmaydigan, biz ko'rgan, ko'rmagan, shundoqla biz qo'limizda qiladigan sabablarni qilgan va qilib bo'lolmagan butun xem xatarlardan saqlasin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hammamizni ko'rinmas qarbalardan saqlasin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala har vaqt hammamizning aqlini uchiq qilsinki, har yerda Allohning ismini ko'ralaydigan bu xil hikmatni, bu xil aqlni bersinki, bu orqali biz iymonimizni kuchaytirib olaylik. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni ma hayotda kuchli iymon bilan yashashga nasib qilsin. Ma hayotning ketib bo'lguncha iymonimizdan ketgan nasib qilsin Allah subhanahu wa ta'ala. Va shundaqla Allohni haqiqiy tunugan va Allohni haqiqiy yaxshi ko'rgan, bu sababli Alloh taolo buyurgan ishlarni suyunib qildigan haqiqiy mu'minlarning qatoridan qilsin. Alloh taolo hammanglarga katta ajr azim bersin. Dars tinglashimiz, iymonimizni kuchlantiramiz deb kelganliginglar uchun Alloh subhanahu wa ta'ala bu amrlarni yaxshilik tarozinglarda qilsin. Avlodinglarga Alloh taolo iymon ato qilsin, tavfiq hidoyat bersin. Haqiqiy mu'min bo'lib yashashga nasib qilsin. Dunyo va oxiratda aziz qilsin aziz qarindoshlar. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.